Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Sayfulloh. Bugun sizlar bilan minor hamda Uzmirdan ajoyib bo'lgan trekni eshitib ko'rmoqchiman va o'z reaksiyamni bildirmoqchiman. Bu trek bilmadim 2013-yil chiqqanmi, 14-yil chiqqanmi bilmayman. Короче, juda ham eski trek va sizlar bilan bugun biz eshitib ko'ramiz. Titan nomli trek. Qani ketdik bo'lmasa. Tau. Bilmayman, shunaqangi azart bilan kirib kelishyapti. Bilmayman qanaqa bo'ladi, u juda qiziq. www.minor.com deb uyaligi nima deydi? Meni atmosferamda, meni miyamda shunaqangi situatsiya bo'lyapti. Короче, o't ikki tarafdan da o't bo'lyapti. Minor bilan Uzmir kelyapti. Qop-qorong'i o'zini nima deydi? Formalarida, короче. Bля, прям вообще bor. O't bля, qanaqadir yondirib olyapti o'zi. Shunaqangi azart bля, juda qo'qqon. Nima deydi, vulqon, короче. Bu dismasa menimcha shunchaki trek tushunishim bo'yicha to'g'rimi? Chunki bilmadim. Shuncha oddiygina trekka o'xshayapti menimcha. Menimcha bularning hazlar trek tugadi. Baholash prям 10 da 11 va menga juda ham yoqdi. Nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa videolar olsak, xudo xolasa rekka chiqadimi? Odamlar ko'proq ko'radimi? Podesheksiyalar, xudo xolasa chiroyli kachество. To'g'ri, hozir men telefonda oldim. Oddiygina telefondan qo'yib, sразу eshitib ko'rdik. Agar qo'llab-quvvatlash bo'lsa, xudo xolasa biz ham niyatlarimiz bor. Kompyuterga ko'p, короче, chiroyli streamer bo'lish. Tak, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham chiroyli trek. Azartga to'lgan, qoni qaynab turganlar eshitadigan trek ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.